Rahmatulloh. Bizda baliq tushirish jarayonimiz boshlandi akalar. Xayollaringni bir joyga qo'yib tomosha qilinglar. Bunlarning bema'ni joylarga ketib, bema'ni ichiga kirmaydi. bular bo'lmasin. Sho'r bo'lib ketadimi, sho'r bo'lib ketmaydimi? Yog' ustiga qolibdi. Tuz bo'libdi degan negativchilarga tegishli bo'lgan. Hech qanaqangi sho'r ham bo'lib ketmaydi, kuyib ham ketmaydi. Boshqa narsa ham bo'lmaydi. Akkuratni pishadi. Hech qanaqangi sho'r bo'lmaydi, ichiga tuz o'tmaydi buni. Nima deysiz ota? Akvarni bo'ladi. Balandroq gapiring negativchilarga. Tuzingiz necha kilo? Tuzimiz 6 kilo. Necha minutda pishadi? 25 minutda pishadi. Tagiga o'tin yoqamizmi, gazmi? Gaz yoqamiz. Ha, gaz. Propan, ha? Propan. 25 minutda pishadi. Muhammad nima deyapti o'g'lim? Mana. Cho'tka. 25 minut. Olov qanaqa yonig'i bo'ladi? O'rtacha. O'rtacha olovda bo'ladi. Mashalloh mana. Tuzga tuxum qo'shilmaydi. Yo'q, hech narsa qo'shilmaydi. Ozgina suv bilan Mokriy snep qilinadi. ha, mokriy snef qilinadi. Hayır. Nima deyapti? Kelaman. Katta bo'ladi, sho'rvasi. Katta bo'ladi, jentrasi. Mana katta bo'ladi, sho'rvasi. Bilinglar. 40 kilo tili bor ichida.